Salom obunachilar, bugun sizlar bilan Abdulloh Zenox o'zaro adashib ketdi. Mana bu ko'rgan videolarni hammasini sun'iy intellekt orqali qilganman. Faqat mana bularni hammasini emas. Mana buni keyin ba'zi shortlar. Xullas bugun sizlar bilan sun'iy intellekt kompyuterlaringga, noutbuklarga sun'iy intellekt o'rnatishni o'rganamiz. Uning uchun bizga Visual Studio kerak bo'ladi. Mana ko'rayotgan masalan Visual Studio bu kodlarni ko'ryapsizlarmi? Bu kodlarni endi sizlarda bu kodlar yo'q-ku. Visual Studio ba'zilaringiz bilmasligi mumkin. Undan Telegram kanalimga yo'qsa videoni opitsiyasiga qoldiraman. Ссылка qilib. Visual Studio skачать qilish uchun yo'qsa vkcode deb shunday yozasizlar Chrome'ga. Download deb yozasizlar vkcode. Download deb yozasizlar. Mana hozir men sun'iy intellektni ishlataman. Python main py. Bu hozir Python mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar main py bor. Hozir shu sun'iy intellektimizni hamma kodlarni birdaniga ishlatadi. Enterni bosamiz. Va shu kodlarni shunday nusxalarni, fayllarni ochsangiz bo'lmas. Ana obunachilar, endi yordamchi, qalaysan? Ajoyib, ser. Sizga qanday yordam beraman? Sen Chrome'ga kir.